ham deydilar. Qarang, qalbing parcha-parcha bo'lib ketsa ham, lekin qalbni parchalaguvchi bo'lmagin degan. Mazlum bo'l, illo zolim bo'lmagin degan. Chunki hisob kitob o'ta og'ir deydilar. Mayli bizlar ustimizdan kulsin, mayli bizni masxara qilsin. Alloh masxara qilmasa bo'ldi. Alloh ustimizdan kulmasa bo'ldi. Qolgani ustimizdan musir ag'darvermaydimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotganlarda tuyani ichak-chavoq qornini olib bostirib, ustimizdan shunaqa tashib, xursand bo'lish kerak. Yo Alloh, senga hamd sanolar bo'lsin. Rasulingga bergan sinov meni boshimga keldi. Rasulingni boshiga ichak-chavoq tashodi, menga ham shu. Hayotimda shu rasulingga bo'lgan narsa bo'ldi. Xursand bo'lmaysizmi? Qaytaga o'sha musur tashaganni peshonasidan o'parish kerak-ku. O'zingizni hokisor ko'rsatmang odamlarga. Hech qachon go'rdiy turing odamlarning oldida. Bir narsa qilamikin deb egilmang. Go'rdiy turing, Allohga egiling. Nolingizni Allohga ayting. Kamchiligingizni Allohga ayting. Bandaga chiz oqini ko'rsatmang.